Assalomu alaykum. Bugun biz EuroTBM kompaniyasiga tashrif buyurdik. Assalomu alaykum Abbos aka. Assalomu alaykum. Abbos akam EuroTBM kompaniyasining bosh texnologi bo'ladilar. Bugun Abbos akam bizga ishlab chiqarish jarayoni va mahsulotlar haqida ma'lumot berib o'tadilar. Bilamizki, hozirgi paytda EuroTBM kompaniyasi Samarqand viloyatida yetakchi kompaniyalardan biri. Aytingchi, EuroTBM kompaniyasi bugungi kunda qaysi mahsulotlarni ishlab chiqaradi? EuroTBM kompaniyasi bugungi kunda PV plitalar, plita безопасности формирования 1 metrdan 9 metrgacha ishlab chiqaradi. Shuningdek, FBS bloklar 0.6 dan 2.4 gacha ishlab chiqaradi. Va lotoklar. Shunga qo'shilgan holda yana tovarni beton, tayyor beton mahsuloti. Bu 100 markadan 600 markagacha bizning zavod ishlab chiqaradi. Mahsulotlar haqida batafsil ma'lumot bera olasizmi? Ularni boshqa kompaniya mahsulotlaridan nima farqi bor? Albatta, birinchi hisobda bizning PV plitalarimiz olsak, bizning PV plitalarimiz Maxtruder mashinasi, ya'ni ekstruziya qiladigan mashinasi orqali ishlab chiqariladi. Bu nemetskiy texnologiya bo'lib, unda vibratsiya qilish darajasi yuqori bo'lganligi uchun bizning plitalarimiz juda ishlangan holatda ishlab chiqariladi. Va bizning plitalarda armirovaniyasida kanat ishlatiladi. Armaturniy kanat KSM 12,5 mm. Shuningdek, bizda yana ishlab chiqarilgan mahsulotlarimizdan tovarni beton, tayyor beton mahsuloti. Tayyor beton mahsulotimizda 100 markadan 600 markagacha bizning mijozimizga kerak bo'lgan tarkibdagi betonni va texnologichniy betonni ishlab chiqara olamiz. EuroTBM kompaniyasi oyiga 20 ming kub beton ishlab chiqarish hajmiga ega va 100 ta plita kuniga ishlab chiqaradi. Aytingchi, bunaqa katta hajmda sifat nazorati qanday amalga oshiriladi? Sifat nazorati har bir ishlab chiqarilayotgan tovarni betonda, ya'ni tayyor beton mahsulotini har bir partiyasidan beton obrazesi olinadi. Uni olib va talab etilgan me'yoriy qoidalarga asosan saqlanadi va 28 kun, 7 kun, 3 kunlik jarayonda ispaniya qilib tekshirilib olib boriladi. Plitalar bo'yicha Plitalar bo'yicha bizning armatura kelib tushgan armaturalar, armaturniy kanatlar, VR provolkalar hammasini bizning Toshkentdagi laboratoriya va Samarqanddagi laboratoriyalar bilan shartnomalarimiz bor. Ularga olib beramiz o'sha obrazeslarni. Ular bizga armaturani uzish holatda tekshiriladi va bizga protokollarni yetkazib berishadi. Sementni biz O'zbekistondagi eng sifatli sementlardan biri bo'lgan Ackerman ishlatamiz, 600 marka. Ular bilan shartnomamiz bor. Ular har bir partiyasi kelgan sementni pasport kачествоsi va прочность protokollari bilan olib kelib berishadi. Bu общий holda olinganda sement har partiyada, armatura har partiyada va beton har partiyada tekshiriladi. troslar ishlatasizlar. Troslarning sertifikati bormi? Albatta, troslar bizga asosan Rossiyadan kirib keladi, Severstaldan kirib kelgan har bitta tros partiyasida bizda sertifikat bor, pasport качества bor. Bu keyin importni tovar bo'lgani uchun O'zbekiston standartlashtirish markazi ham tekshiradi bu narsalarni. Ya'ni o'sha kelib tushgan mahsulotni tamo'jnilarda ham tekshiriladi. Bizdan tashqari yana. Shundan bilinib turibdiki, EuroTBM kompaniyasi mahsulotlari GOS standartlariga to'liq javob beradi va mahsulotlar to'liq sertifikatlangan. Albatta, EuroTBMda ishlab chiqarilayotgan har bitta mahsulot, ya'ni jibiy mahsulot, железобетонный изделия, tovarni beton, tayyor beton mahsulotlari hammasi sertifikatga ega va har bitta olgan mijozga pasport качествоsi beriladi. Nega sifatsiz mahsulot keyinchalik muammo olib kelishi mumkin? Sifatli mahsulotni qanday tanlash kerak? Sifatli mahsulot deganda birinchi o'chirda har bir qurilish obyektida o'zini mutaxassisi bo'lishi kerak. Ya'ni bizda ishlab chiqarilgan, yoki boshqa kompaniya ishlab chiqargan mahsulotni qabul qilib olish uchun. Agar u joyda o'sha qurilish obyektida o'zini mutaxassisi bo'lmasa, хотя бы birlamchi dokumentatsiya bor, ya'ni bu yuk xati va pasport качества. Shunga asoslanib, хотя бы kelgan mahsulotning sifatini bilish mumkin. Sifatsiz mahsulotni qurilishda ishlatishning oqibatlari bu keyinchalik bu qurilgan inshoot, zdaniya ekspluatatsiyaga mumkin bo'lmay qolishi mumkin. Shunday holatlar ham bo'ladi, hatto snosga ham tushadi bu zdaniya. Har bitta proyektirovщик zdaniyani proyekt qilayotganda har bitta konstruksiyani ko'taradigan yukini
hisobga olib расчет qilingan bo'ladi. Agar o'sha obyekt egasi o'sha расчет qilingan yukka talab bermaydigan mahsulot sotib olib o'shani o'rnatsa, bu konstruksiya, ya'ni inshoot talabga javob bermaydi va qurilish tekshiruv nazoratidan o'tmasligi mumkin. Nega mijozlar aynan Evrotibem mahsulotlarini tanlashlari kerak? 3 ta sabab aytib o'ting. Birinchidan, Evrotibem mahsulotlarini sertifikatsiyaga egaligi, ya'ni biz har bitta ishlab chiqarayotgan mahsulotimiz, железобетон изделие, tovarniy betonni har bittasi sertifikatga ega va biz kompaniyamiz tomonidan har bitta mahsulotga pasport kачества beriladi va har bitta mahsulotimizga sifatiga biz javob beramiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bu bizning yetkazib berishimiz, ya'ni ishlab chiqarish jarayoni va yetkazib berish jarayoni. Agar qurilish obyekti kotlovan bo'lsa yoki katta bir ob'yomda qurilish ketayotgan bo'lsa, bizning kompaniyamiz unga beton yetkazib berish jarayonida hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Masalan, 1000 kubalik kotlovan yoki 2000 kubalik kotlovan bo'lsa, bizda mikserlarimiz va beton zavodimiz to'xtovsiz beton yetkazib beradi. Uchinchisi, bu muhim jihatimiz, biz kelishilgan shartnomalarni to'liq to'kis bajaramiz. Bizga qo'yilgan talablarni biz 100% bajaramiz, ya'ni sizning obyektingizga kerak bo'lgan sifatli plitalarni biz to'liq yetkazib beramiz va muddatida. Yana bilamizki, sizning kompaniyangizda Bosch ishlab chiqarish direktori Rossiya mutaxassisi. Bu haqda ham aytib o'ting. Albatta, bizning Evrotibem kompaniyamiz Yevropa bilan qo'shma korxona bo'lib, bizning kompaniyamizda Rossiyadan va Yevropadan yuqori tajribaga ega mutaxassislar ishlaydi. Biz bu tajribani O'zbekistonda qo'llayapmiz va har bitta kelgan mijozlarimizga ularni tajribalari bilan ulashib, birga ularni obyektlarini to'liq to'kis qurilishda ishtirok etamiz. Bizning Evrotibem kompaniyamizda PB plitalar ishlab chiqariladi. PB plitalarimizning razmerlari 1 metrdan 9 metrgacha bo'lib, ularda biz Ackerman'ni M600 marka, ya'ni Sember 52,5 sementni ishlatamiz. Bu yuqori sifatli sement hisoblanadi va buni da armirovaniyasida biz armaturniy kanat KSM 12,5 li armatur ishlab chiqaramiz. Bu armaturi Rossiyadan import qilinadi, Severstal mahsuloti bo'lib, shuni hisobiga bizning plitalarimiz juda yuqori sifatli ishlab chiqariladi. Beton ishlab chiqarish jarayoni haqida gapirib bering. Bizda Evrotibemimizda 100 markadan 600 markagacha tayyor beton mahsulot ishlab chiqariladi va sement bizni asosan Ackerman sement M600 ishlab chiqaramiz tayyor beton mahsulotlarida. Tayyor beton mahsulotimiz bizda 100 markadan 600 markagacha va mijozni talabiga ko'ra biz texnologichniy beton ham ishlab chiqarib bera olamiz. Bizda o'zimizdagi laboratoriya va Samarqanddagi va Toshkentdagi qo'shma laboratoriyalar bilan biz shartnomalarimiz bor va har bitta partiyadan va obyektdan bizda beton obrazetslari olinadi va bu beton obrazetslari o'zimizda 3 kun, 7 kun, 28 kunda saqlangan holda ispitaniya tekshiriladi. Bu narsa faqat bizda emas va qurilish obyektlarimizda ham o'zining tekshiruv organizatsiyasi bor, ya'ni laboratoriya, Gasin tomonidan ham bu narsa tekshiriladi. Bizning asosiy klientlarimiz dom bo'lgani uchun, ya'ni choy fabrikadagi domlar, Qorasuv avenyudagi domlar, yana boshqa domlarni hisobga olganimizda, Zalinadagi domlarda bu yerda Gasin organizatsiya tekshiradi va laboratoriya tekshiriladi. Har tomonlama tekshiruv olib boriladi, ya'ni biz tomonlama va bizning mijozlarimiz tomonidan. Shu kungacha bizning mijozlarimiz bizning betondan mamnun.